Fermentlar inson tanasi turli xil kimyoviy reaksiyalar va jarayonlar mahsulidir. Lekin bu reaksiyalarni nima boshqaradi? 1833-yilda fransuz kimyogari Anselm Payen bu reaksiyalarni harakatga keltiruvchi muhim kuchni birinchi bo'lib kashf etdi va uni fermentlar deb atadi. Fermentlar bu moddalar bo'lib, ular oqsillar yoki ba'zi hollarda ribonuklein kislota bo'lib, substrat deb ataladigan maxsus moddalarni o'zgartirish orqali biokimyoviy reaksiyalarni tezlashtiradi. Fermentlar qaysi modda bilan bog'lanishini juda aniq taniydi va shuning uchun ularning spesifikligi mavjud. Buni aytish oson, lekin kichkina ferment qanday qilib kimyoviy reaksiyalarni tezlashtiradi? Buning javobi oddiy. Fermentlar bu muhim vazifani reaksiyaning aktivatsiya energiyasini kamaytirish orqali bajaradi, ya'ni reaksiyaning boshlanish uchun zarur bo'lgan energiyani kamaytiradi. Fermentlar substrat bilan bog'lanadi va uni shunday ushlab turadiki, kimyoviy bog'larning uzilishi va hosil bo'lishini osonlashadi. Fermentlarda faol markaz deb ataladigan maxsus joy mavjud bo'lib, aynan shu yerda substrat bog'lanadi va reaksiyalar sodir bo'ladi. Faol markaz o'ziga xos o'lcham, shakl va kimyoviy xususiyatlarga ega bo'lib, bu aminokislotalarning maxsus joylashuvi bilan belgilanadi. Aynan shu aminokislotalar tufayli fermentlarning faol markazi faqat ma'lum bir substratga mos keladi. Faol markazdan tashqari, ko'plab fermentlar kofaktor deb ataladigan oqsil bo'lmagan qismga ham ega. Kofaktorlar quyidagicha bo'lishi mumkin. Kationlar musbat zaryadlangan metall ionlari, ya'ni faollashtiruvchilar bo'lib, fermentlarni faollashtirish uchun vaqtincha faol markazga birikadi. Organik molekulalar, vitaminlar yoki vitamin hosilalari kofermentlar bo'lib, ferment substrat kompleksiga vaqtincha qo'shiladi. Prostetik guruhlar fermentlarga doimiy bog'langan bo'ladi. Ko'plab fermentlar faqat koferment bilan birikkan holda o'z katalitik vazifasini bajaradi. Faol bo'lmagan ferment, ya'ni oqsil va uning kofermenti, oqsil bo'lmagan qism birgalikda galoferment deb ataladigan tizimni hosil qiladi. Olimlar bu faol bo'lmagan fermentni apoferment deb ataydi va natijada quyidagi tenglama hosil bo'ladi. Galofermentni hosil qilish uchun apoferment bilan koferment qo'shiladi. Qulf kalit gipotezasi bu ferment quyidagi ishlashni tushuntiruvchi eng oddiy modeldir. Substrat faol markaziga xuddi kalit qulfga tushgandek joylashadi. Bu yerda shakl o'zgarmaydi. Substrat uzilishi fermentga mukammal mos keladi. Indukatsiyalovchi moslashuv gipotezasi bu modelda ferment substrat bilan bog'langanda o'z shaklini o'zgartiradi. Ferment substratga yanada mustahkamroq bog'lanadi. Bu nozik moslashuv induksiyalangan moslashuv deb ataladi. Faol markazlar juda sezgir. Ular atrof muhitdagi kichik o'zgarishlarga ham javob beradi. Harorat fermentlar uchun mos harorat 37 gradus hisoblanadi. Yuqori yoki past harorat ferment tuzilishiga ta'sir qiladi. Yuqori harorat fermentlarni denaturatsiyalaydi, ya'ni shaklini buzadi. pH faol markazdagi aminokislotalarga ta'sir qiladi. Juda yuqori yoki past pH fermentlarni buzadi. Ferment miqdori ortishi reaksiyani tezlashtiradi, lekin ma'lum chegaragacha. Substrat miqdori ortishi ham chegarani tezlashtiradi, lekin ma'lum chegaragacha. Ingibitorlar ferment faoliyatini kamaytiradi yoki to'xtatadi. Ular faol markazni to'sadi yoki uning shaklini o'zgartiradi. Raqobatli ingibitorlar faol markazni egallaydi. Raqobatsiz ingibitorlar fermentlarning boshqa qismiga birikib, uning shaklini o'zgartiradi.